Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Abdurim G'aniydan hammanglarga salom. Men bugun tuyuqsiz jiddiy bir namoyish chaqiriq bilan naq maydon suhbatiga chiqib qoldim. Tunigina Facebook saytimdami chiqarib qo'ydim. Gollandiya davlatiniki xabarlar tor betida e'lon qilinishida ertaganlikka, ya'ni 22 yanvar chorshanba kuni Xitoy tajovuzchi davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiang Gollandiyaga 2 kunlik davlat ziyorati bilan keladi ekan. Ertaganlikka kechda Gollandiya podshosi Aleksander tajovuzchi Xitoy davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiangni o'ziniki podshoh saroyida, ya'ni Danxoqdagi podshoh saroyida kutib oladi ekan, ham kechki ziyofatni shu podshoh saroyida bordi ekan. 23 yanvar, ya'ni payshanba kuni Gollandiya bosh ministri Dik Sxov efendim bu Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiangni, ya'ni Kathaus, ya'ni Gollandiya hukumat binosidagi zalni oldida qarshilab, shu hukumat binosida kechki ziyofat bordi ekan. Bu haqdagi xabardan tunugin xabardor bo'liblar darhol Facebookga chiqadi. Shundoqla Gollandiya tashkilotlarga, Markaziy Uyg'ur tashkilotlari xabar qildi. Men Gollandiyadagi Tibet tashkilotlari bilan aloqalashib, bular bilan biz bu Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministriga qarshi namoyish o'rinlashtirish haqida jiddiy maslahatlanish orqali payshanba kuni tushdan keyin soat 2 dan kech soat 6 gacha namoyish o'rinlashtirishga ruxsat oldik. Aslida tunugin kechda, kechda, ya'ni 22 yanvar chorshanba kuni kechda Gollandiya podshosi kutib olgan vaqt namoyish qilayotsak, uningga ruxsat ololmadik. Birinchidan vaqt qisqa bo'lib qoldi. Ikkinchidan Gollandiya qarindoshlar bilasizlar, Gollandiya podshosi saroyi boya namoyish qilgan atrofni butunlay to'sib ekanda. Shunda bo'lsa yana qayta talab qilish orqali payshanba kuni tushdan keyin soat 2 dan kech soat 6 gacha Gollandiya hukumat binosi, ya'ni Kathausning oldida shu Gollandiya bosh ministri Dik Sxov efendimniki Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministri kutib oldigan shu yerda mana bu rasm ko'rsatib qo'ydim. Shu rasm shu, mana shu oq bino. Ashning oldida namoyish qilgan iltimos qilsak, u yerga bermadi. Mana bu yer yanaki bir nimcha xaritani chiqarib qo'ydim. Osh maydonga, osh oq binoga 250 metr keladigan yerga namoyishga ruxsat berdi. Mana ko'rib turibmiz, mana bu yerda mana ko'rgan mishada biz namoyish qilamiz, mishada. Mana bu yerda kutib oldigan yeri mush qizil nuqta misha. Yana Xitoy tajovuzchi davlatiniki muavin bosh ministri o'ziniki ergashuvchi lalmishtari bilan birga bu yo'lda o'tadi mana mishada. Mana biz namoyish mishada qilamiz, mana mishada vaqirab ulli shuarlarni to'lab namoyish qilamiz. Mana ko'rdingizlar, yaqin atrofda mishadan eng yaqin yer mishan oladikda namoyishga. Ham ertaganlikka kechda va o'g'illik, ya'ni payshanba kuni kechda Gollandiya podshosi kutib oldigan bo'lgandan keyin biz burunroq kelib, endi soat qanchada bu yerda o'tadiganligini u maxfiy tutsa ekan. Shunga biz burunroq berib soat 2 dan 6 gacha ashiyani turish orqali shu mashina sashada o'tsa, shu yerda shuart to'lab, vaqirab degandek o'zimizniki kuchli norozilik ifodalaymiz. Shundaqla Gollandiya bosh ministriga Facebookda, va Twitterda, ya'ni X'da, ham tashqi ishlar ministrligiga bu vaqtda men tweet atdim. Bu qatam suhbatniki asosiy nimasi Gollandiya bosh ministridan ko'rishish vaqtida bularniki deyishadigan nimasi yig'in jarayonida, ko'rish jarayonida Ukrainani o'z ichiga olgan, ya'ni dunyodagi geopolitik masalalari, klimat,
savdo, səhiyyə qatarlıq məsələlərdə həmkarlıq haqqında mush to'g'risidagi suhbat asosi mush to'g'risida ekan. Buning uchun biz o'zimizni qattiq norozilik bildirib, Xitoy tajovuz davlatiniki bu namoyishga qarshini bildirish orqali o'zimiz shuarlarni to'laymiz. Ana keyindan qo'limizdan keladigan qarish nimalar qolib qolsa, shuni qilsak bo'ladi. Endi vatanning ahvolini men demasammi, hammamiz bilamiz. Vatanning nima ishning bo'layotganligi, kunda qanday videolar tarqalayotganligi ko'rib ichimiz laxt bo'lib ketdi. Biz faqat namoyish qilish orqali bu tajovuz Xitoy hukumatiga bo'lgan davlatga bo'lgan norozilik ifodalayotganmiz. Payshanba kuni havo nihoyat sovuq bilamiz, hammamiz qo'llanib havo bak sovib ketdi. Shuning uchun qariroq kiyinib soat 2 keladigan bo'lib qolsak, 2 kelamisak, soat 3-4 kelsakmi bo'ladi. Shu maydonda bor. Yana Churchill Lan 10 degan yoshi nima ekan. Danxoqdiki. Aşağıda buldu namoyish, payshanba hammamiz ishlaymiz. Shunga bir ishdan burroq tush imkoniyati bor qarindoshlarniki. Burroq kelib shu namoyishga qatnashib bergan bo'lsak, undan boshqa Gollandiya atrofidagi boshqa davlatlar, Belgiya, Germaniya qatorliq yaqin atrof davlatlarmi, Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'urlarmi kelib bu namoyishga qatnashish orqali bu tajovuz Xitoy davlatiniki muavin bosh ministri bo'lgan qattiq norozilik ifodalashga bir namoyishga safarbar qilaylik. Nurg'un qarindoshlar dedi qurultay bu namoyishga qatnashsa deb, qurultayniki raisi Turg'unjon Hojimovga fikr yo'llab qo'ydim. Bu vaqtga boshqalarniki tavsiyasi edi. İmkoniyati bor qarindoshlar namoyishga kelib o'zimizniki norozilik ifodalaylik. Qo'limizdan keladigan qila oladiganimiz chet ellardagi bek cho'ng so'zlasakmi cho'ngishda qo'limizdan kelmaydigan ko'ryapmiz. Eng kuchli qo'limizdan keladigan narsa noroziligimizni ifodalash, namoyish qilish. Şunga namoyish payshanba kuni, ya'ni 23 yanvar tushdan keyin soat 2 dan 16gacha davomlashadi. Shunga namoyish maydonida kurashaylik. İmkoniyat bor qarindoshlar bu qatim namoyishga qatnashaylik. O'zimizniki vatan, millat oldidagi mas'uliyatni, majburiyatni ado qilaylik. Yana ba'zanda namoyish qilib nima girishalaymiz deydi. Namoyish qilmay nima girishalaymiz uyda o'tirib. Shuning uchun namoyish faqat o'zimizniki chet elda Xitoyga qarshi mavjudligimizni ifodalaydigan, Xitoyga qarshi g'azab nafimizni ifodalaydigan bir oddiy qarshi kirish harakati. Bu namoyishlarni u yerda bu yerda qilgan namoyishga o'xshamaydi. Chunki Xitoy tajovuz davlatining muavin bosh ministri Gollandiya podshosi bilan bosh ministr bilan ko'rishdi. Shuning uchun buning qattiq norozilik bildirsin, qancha ko'p Uyg'urlar kelsak shuncha yaxshi. Unda bo'lsa 23-slar Danxoqdagi hukumat binosiga oldidagi namoyish maydoniga kirishaylik. Bu videoni taqib qo'yinglar, texnik jiqroq odamlar ko'rib namoyishga kelishga bu tur ko'p qolib qolsa ajab emas. Hammanglarga Allohga omonat.